Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan biologiyaning DNK va RNK bo'limiga tegishli bo'lgan masalalardan birini ko'rib chiqamiz. Ya'ni bizda yanvar oyida milliy sertifikati tushgan teskari transkripsiyaga doir bo'lgan masalani ishlanish yo'llari va shunga o'xshash bo'lgan masalalar qanday ishlaniladi degan jarayonni birgalikda ko'rib chiqamiz. Diqqat bilan yaxshilab kuzatib turasiz. Bunda bizda ikkita tushuncha bor, ya'ni transkripsiya jarayoni bor va teskari transkripsiya jarayoni bor. Transkripsiya jarayoni bu hujayradagi DNKni, ya'ni hujayra DNKsi asosida va uning bitta zanjirining matritsa vazifasi bajarish hisobiga yakka zanjirli RNKni hosili bo'lish jarayoniga fanda transkripsiya deb nomlanadi. Demak, qaytaraman. Hujayra yadrosidagi DNKning bitta zanjiri asosida, ya'ni matritsa zanjir asosida yangi bir bitta zanjirni hosili bo'lish jarayoniga fanda transkripsiya jarayoni deb nomlanadi. Ya'ni bizda demak DNK asosi bo'ladi. Mana shu DNK asosidan hosil bo'luvchi informatsion RNK zanjiri bo'ladi. Mana shu jarayon fanda demak transkripsiya deb nomlanadi. Endi mana shu DNKning ayni mana shu zanjir hosil qiluvchi qismini aytaylik. DNKning birinchi zanjiri deb oladigan bo'lsak, mana shu DNKning birinchi zanjiri mana shu zanjir uchun asos bo'lganligi uchun buni biz fanda matritsa zanjir deb yoki asos zanjir deb nomlaymiz. Ikkinchi zanjirni esa mana shu hosil bo'lgan informatsion RNK ga komplementar bo'lgan zanjir deb nomlaymiz. Ya'ni komplementar degani azot asoslarining biri ikkinchisini to'ldirib kelishi degani. Misol uchun komplementarlik qoidasida adenin nukleotidi doim timin nukleotidiga teng yoki shu bilan yonma-yon komplementar keladi. Guanin nukleotidi histazin nukleotidi bilan teng va u bilan birgalikda yonma-yon kelib komplementar ravishda bir-birini to'ldirib keladi. Mana shu azot asoslarining komplementarlik qoidasiga tushadi. Buni fanda Chargaff degan olim ishlab chiqqanligi uchun Chargaff qonunlari deb ham nomlanishi mumkin. Endi transkripsiya jarayoni xuddi shunday. Bizda asosiy to'xtaladigan narsamiz bu teskari transkripsiya jarayoni qanday amalga oshadi va teskari transkripsiyadagi nukleotidlar berilganda DNKni qanday olamiz? Demak, DNKdan RNKning hosili bo'lishi transkripsiya bo'lsa, mana shu bitta zanjirli RNKdan qaytadan yana qo'sh zanjirli DNK molekulasining hosili bo'lish jarayoniga fanda teskari transkripsiya deb nomlanadi. Demak, fanda teskari transkripsiya deb nomlanadi. Ya'ni bitta informatsiondan yangi DNK zanjirini hosil bo'lishi. Bu jarayonlarda qanday holatlar kuzatiladi? Misol uchun, bizning informatsion RNK tarkibimizda adenin nukleotididan 15% uchrasin, uratsil nukleotididan 25% uchrasin, histazin nukleotididan 30% uchrasin, guanin nukleotididan esa 30% uchrasin bundan ham. Xo'p, mana shu zanjirlar, mana shu informatsion RNKmizda nukleotidlar quyidagicha foizda berilgan bo'lsa, masalada misol uchun, ya'ni bitta RNK berildi, undagi nukleotidlarning uchrash foizlari berildi. Endi shu nukleotid foizlardan foydalanib, DNK tarkibida adenin necha foiz, timin necha foiz, guanin necha foiz, histazin necha foiz degan savol so'ralsa, bu qanday ishlaniladi? Endi mana shu yerda teskari transkripsiyada transkripsiya singari, ya'ni DNKda nukleotidlar necha sondan bo'lsa, bitta zanjir shuni qolip sifatida olib o'tib qo'yar edik transkripsiya jarayonida. Ammo teskari transkripsiya jarayonida bu ish amalga oshmaydi. Ya'ni qanday bo'lsa shunday o'tmaydi. Bu yerda komplementarlik qoidasining yana bir bosqichi amalga oshishi kerak bo'ladi. Ya'ni o'xshash nukleotidlar, ya'ni adenin hamda uratsil bir-biriga DNKda komplementar bo'lganligi uchun RNKda ham mana shu ikki nukleotidlarini berilgan foizlarini o'zaro qo'shib olamiz. Ya'ni 40%. Berilgan foizni teng 2 ga bo'lamiz, 20% chiqadi va mana shu 20% DNK tarkibidagi adeninlarni va timinlarni uchrash foizlari bo'ladi. Demak, qaytaraman. Informatsion RNK nukleotidlarning foizlari berilsa, bir-biriga komplementar bo'ladigan DNKdan komplementar bo'ladigan nukleotidlar foizini adenin uratsilga qo'shib olamiz va foizlar yig'indisini teng 2 ga bo'lib chiqqan sonni DNK tarkibidagi adenin va timinga yozib bersak, mana shu DNK tarkibidagi adenin va timinlarda uchrash foizi kelib chiqadi. Ikkinchisi, sitazin hamda guanin bir-biriga DNKdan komplementar. Bu ikkisini foizini qo'shamiz, 60% va 2 ga bo'lib beraman,
30%. Demak, DNK tarkibida guanin hamda sitazinlar 30% dan uchragan ekan deymiz. Ya'ni qarang, RNKda adenin, uratil, sitazin, guanin foiz to'g'ri kelib qoldi, boshqacha bo'lishi ham mumkin. Foizlar har xil nisbatda berilyapti va siz shuni teskari adenin DNKda timin bo'ladi, uratil DNKda adenin bo'ladi turib, mana uni 25%, mana uni 15% qilib yozish bu xato hisoblanadi. Teskari transkripsiya qoidasiga zid keladi. Shuning uchun biz bir-biriga komplementari bo'lgan zanjir nukleotidlar foizlarni qo'shib ikkiga bo'lib, DNKda xuddi shu foizlarni yozib berishimiz kerak bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Demak, DNKda xuddi shu foizdan uchraydi. Misol uchun yana bir masalani ko'radigan bo'lsak, mana oddiy takrorlash. Informatsion RNK tarkibida nukleotidlar quyidagicha foizda uchraydi. Adenin 20%, hop, timin 10%, timin emas, uratilimiz 10%, guanin bu yerda 25%, hop, sitazin bu yerda 45% tushirasin. Demak, quyidagicha foiz uchun hamma foizlar qo'shsak, demak, informatsion RNK'mizdagi nukleotidlar 100% kelib chiqadi. Ya'ni qo'shsak 30, bu yerdan 70 bo'lib 100% kelib chiqadi. Xuddi shu nukleotidlar foiz berilganda DNKda uchrovchi nukleotidlarni, DNK zanjirida uchrovchi nukleotidlarni foizi necha foizdan bo'ladi deb so'rasin. Misol uchun, adenin necha, timin necha, sitazin necha, guanin necha foizlarda uchraydi desa, teskari transkripsiyaning mana bu qoidasiga bo'ysunish kerak bo'ladi. Demak, o'xshash nukleotidlar adenin hamda uratillarni foizlarini qo'shamiz 30%, ikkiga bo'lamiz 15% chiqadi. Demak, DNKda bular 15% miqdorda uchragan ekan adenin hamda timin. Sitazin hamda guaninlar foizlari qo'shamiz 70%, ikkiga bo'lamiz 35%. Demak, DNK tarkibida sitazin hamda guaninlar 35% dan uchragan ekan degan masalaning javobi chiqadi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, xuddi shunga o'xshash bo'lgan teskari transkripsiyaga doir bo'lgan masalalarni siz ishlamoqchi bo'lsangiz, bizning Telegram kanalimizga a'zo bo'ling va YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Masalalar Telegram kanaliga joylangan, kirib bemalol ishlashingiz mumkin bo'ladi.